Bu filmni hamma mazza qilib ko'rgan bo'lishi kerak. Bu kino orqali rejissyor bizga nimani tushuntirib bermoqchi? Birinchisi, tarbiya, qat'iyat va mehrning uyg'unligi. Enaga Makvi sehrli kuchga ega bo'lsa ham, bolalarni mo'jiza bilan emas, aniq qoidalar bilan o'zgartiradi. Bu orqali har qanday bolani xulqini tuzatish mumkinligini ko'rsatadi. Ikkinchisi, tarbiyada ota-onalarning ishtiroki muhimligini. Filmda otasi bolalarga vaqt ajratmaydi, onasi esa yo'q. Enaga Makvi orqali bolalar tarbiya topadi. Lekin oxirida otaning o'zi ham o'zgarishi kerak bo'ladi. Uchinchisi, hamma bola aslida yaxshi. Yomon xulq bu e'tiborsizlik va yo'naltirish yetishmasligidan kelib chiqadi. To'g'ri yondashuv bo'lsa, har qanday bola ham mehribon, tartibli bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, film kulgili, lekin chuqur ma'noli. Bolani tarbiyalash uchun nafaqat sevgi, balki tartib va sabr ham kerak. Siz bu film haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli, foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.